Toyota kompaniyasi aynan bu avtomobilni aynan ekskursiya uchun, ya'ni off-road yo'llarda ekskursiya uchun ishlab chiqarilgan kuzovlardan biri deb nomlagan. Ma'lumotlarga qaraganda avtomobilimiz Trailhunter 4Runner bo'ladi. Esingizda bo'lsa, buni pikapini qo'ygan edik. Ana endi bunisi esa полноценный SUV kuzovida. Trailhunter bo'lganligi uchun usulinni kuzovini защитasi bor. Off-road diska, off-road balon va eng qiziqarlisi hadovoy chaslari ham Trailhunter Special Edition qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Avtomobilimiz bez ключевой do'sti bor va eng qisqa va lo'nda aytganda orqa differensial blokirovka bo'ladi va stabilizator ham bor. Bu hamma SUV kuzovida bo'lavermaydigan hodisalardan bittasi. 2.4 turbinli motor va 326 ot kuchi. Avtomobilimiz 4 ta silindrli bo'ladi va sizlar uchun ARB kompaniyasidan tayyor bagajlar qo'yilgan bo'ladi va shnorkel ham qo'yilgan bo'ladi. Ortiqcha sizlar o'zingiz uchun zahmat chekib buni ochib, teshib, to'g'rilab o'tirmaysizlar. Sizlar uchun zavod buni tayyorlab bergan bo'ladi. Avtomobilimiz sotuvda tayyor. $86,000 CIP O'zbekiston bojxonasi esa taxminan 25,000 AQSh dollari bo'ladi. Bor, yo'g'i.